Quyonchalarimiz ham, bu yoqdagilar ham, ko'chadagilar ham yaxshi. Ancha katta bo'lib qolibdilar. Shu ona quyonimizning bolalari bu. Quyonchalarimiz ham ikkalasi yeb turibdi mana. Apa ukalar bilan yeb turibdilar. Shamol bo'lib boshladi. Endi quyonchalarimiz qanisilar? Mana bu erkak quyonlarim qolgan. Qani bu yoqqa ham bitta bu. Bular bidalarni. Hoppa, tashlabsizlar bu yoqqa. Mamda qilib yenglar. Bular maza qilibdi. Kecha bu yoqdagilarni toza qilib kul sepgan edim. Hech uchun masalan, o'tlar tushib qolsa ham kulga tegsa zarari yo'q. Bular ham ancha katta bo'lib qoldi, xudo xohlasa. Mana shu vesiga 3 kilo, 2,5 kilo, 3 kilo chiqibdi-da. Mana shu jigar rangi, qoramiz ham yaxshi semirgan bular. Juda ajoyib, o'zgarishlari yaxshi. Ko'nglimdagiday. Bitta tarozi kelsa sizlarga o'lchab ko'rsataman.